Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Men gapni cho'zib o'tirmasdan to'g'ri texnologiya bilan qanaqa utyupleniya qilish kerak, qonun qoidalari bilan hammasini tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Hurmatli kuzatuvchilar, utyupleniya qilishda 7 ta bosqichi bor. Hozir men buni sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi qiladigan ishimiz bu ip tashab olishimiz kerak. Ikkinchisi bu gruntovka surib olishimiz kerak devorga. Uchinchisi bazaltni orqasiga klayni qanaqa berish kerakligini tushunib olamiz. 4-bosqich bu bazaltga dyubel zontikka qanaqa to'g'ri urish kerakligini tushuntiramiz. 5-bosqichi bu birinchi sloy armirovchniy klay qanaqa urilish kerakligini tushuntiramiz. 6-bosqichi bu setkani qanaqa berishimiz kerak. 7-bosqichi finishga tayyor qilinadigan ikkinchi sloy armirovchniy sloyi qanaqa berish kerakligini bittama-bitta to'liq tushuntirib beraman. Bunga biz birinchi ipni tashab olamiz. İp tashlagandan keyin devor tekis notekisligini bilib olish uchun har joydan biz ipni necha santimetrga etayotganini aniqlab olamiz. Devor necha santimetrgacha qiyshiqligini. Ikkinchi qilinadigan ish bu bizni devorga olib changini yo'qotish uchun gruntovkani yaxshilab suramiz, hech qatini qoldirmasdan. Uchinchi qilinadigan etapimiz bu misol uchun deylik, devoringiz urovingga ipga to'ppa-to'g'ri etdi. Unda siz bazalt orqasiga klayni qanaqa berasiz? Bu taroqda berasiz. Mana shu holatda berib devorga yopishtirasiz. Agar devoringizda sizda ozgina qiyshiq joyi 2-3 santimetrgacha qiyshiq joyi bo'ladigan bo'lsa, u holatda siz bazalt orqasiga klayni shu holatda berasiz. Bu klay 2-3 santimetr qiyshiqlikni bazalt tekis chiqishini ta'minlab beradi. Uchinchi qilinadigan ish bu orqasidagi klay qotishiga amin bo'lganingizdan keyin 0,72 kvadrat bazaltga bitta listga 5 ta dyubel zontik berasiz. Bu 4 ta burchi o'rta kontrolni, ana o'shanda 100 kilogacha odamni bemalol ko'taradi. Keyingi qiladigan bosqichimiz bu bazaltni sloyi, bitta sloy armirovchniy klayni yaxshilab beramiz. Qotmasidan sirazi ustidan serpyanka setkani tashlaymiz va serpyanka setkani tashlaganimizdan keyin bir-birini ustiga 10 santimetr setka chiqish kerak. Bu nima funksiyani bajaradi? Bazaltda devorda treshini bermasligi uchun. Keyingi qiladigan ishimiz birinchi sloy klayni berib, ustidan setkani berganimizdan keyin uni qotishini kutamiz. Qotganidan keyin finishning 7-qismini, bosqichini qilamiz. Bu ikkinchi sloy finishning armirovchniy sloy hisoblanadi. Bu uje sizda devoringiz chistovoy, travertin, mineralka, Leonardo, Atachente qilishga tayyor holatga keladi. Mana o'zingiz sifatimizni ko'rib guvohi bo'ldingiz. Bu sifatimizni Golden House va Discovery texnadzorlari ma'qullagan. Men bu sohada 8 yildan beriman. O'zbekistonga bu soha 8 yil bo'lgan kirib kelganiga, bizning bolalarimizning tajribasi 15 yillik. Ular Rossiyada asosan faoliyatini yurg'izishgan. Hozir bizning komandamizda 50 tadan 100 tagacha bolalar bor. O'zimizning komandamizda va biz 30 tadan 40 tagacha obyektni bir vaqtda utyupleniya xizmatini ko'rsatib bera olamiz. Biz sifatimizga javob beramiz. Agar siz imorat egasi bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ishonchli ustalar xizmati tomonidan sifatli utyupleniya kerak bo'ladigan bo'lsa, Teplomasterga murojaat qiling. Biz butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 12 ta viloyatga xizmat ko'rsata olamiz. Biz o'zimiz Toshkent shahrida o'z faoliyatimizni yurg'izib boramiz, lekin bizning komandamiz 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatishga tayyor. Video tagida raqamlar qoldiramiz. Bizga hoziroq aloqaga chiqishingiz mumkin.